Assalomu alaykum barchaga tomosha qilayotganingiz 12-kanal va e'tiboringiz markazida yangi video. Rossiya va Xitoy bugungi kunda o'zaro ittifoqdosh mamlakatlar hisoblanadi. Ammo ko'plab ekspertlar Pekin kun kelib Rossiyaga hujum qilishni boshlashi, uni butunligicha qo'lga ololmasa ham bir qismini yo'q deganda Sibir hamda Uzoq Sharq hududlarini egallash haqida aytadilar. Ehtimoliy urushda Rossiyaning g'alaba qozonishiga deyarli hech qanday imkoniyat yo'q. Osmon imperiyasi ayni vaqtda Rossiya bilan so'zsiz bellasha oladigan armiyani shakllantirib bo'lgan. Uni qurollantirish jarayoni qanday shiddat bilan davom etayotganini hisobga oladigan bo'lsak, Xitoy bu boradagi bir nechta yo'nalishlar bo'yicha tez orada Rossiyani ortda qoldiradi. Har qanday urush maydonida iqtisodiy ko'rsatkichlar juda katta rol o'ynaydi. Bu masalada ham Pekin Moskvani ortda qoldirib ketishi shubhasiz. Biz bugungi videorolik orqali Xitoyning Rossiyaga hujum qilish ssenariysini birgalikda ko'rib chiqish va ushbu jangda ikki tomon g'alaba qozonish uchun qanday imkoniyatlarga ega ekanligini tahlil qilamiz. Xitoy va Rossiya o'rtasidagi ehtimoliy urushda askarlar soni, tanklar va samolyotlar miqdori emas, oddiy geografik joylashuv birlamchi ahamiyat kasb etadi. Bunga ishonch hosil qilish uchun jangovar harakatlar kelgusida sodir bo'ladigan hududga xarita orqali nazar tashlaymiz. Demak, Rossiya Federatsiyasi va Xitoy o'rtasidagi chegaraning kattagina qismi Amur farvateri orqali o'tadi. Bu Yevroosiyodagi eng yirik daryolardan biri bo'lib, o'rtacha tezligi 1 kilometrdan oshmaydi. Har ikki tomonda ham zamonaviy texnika vositalari mavjud ekanligini hisobga olsak, ushbu chegarani kechib o'tish ikki tomon uchun ham qiyinchilik tug'dirmaydi. Ammo buni avvaldan jiddiy tayyorgarlik ko'rmasdan amalga oshirib ham bo'lmaydi. Xitoy tayyorgarlikni boshlagan taqdirda ham buni Rossiya josuslardan yashira olishi amri mahol. Shu tariqa Rossiyada ham hujum zarbasini qaytarish uchun tayyorlanib olishga ancha vaqt bo'ladi. Bundan tashqari, zarbani qaytarishning o'zi bilan ish bitmasligini ham yodda tutish lozim. Xitoy askarlarini yuqori aniqlikda ishlovchi qurollardan himoya qilish anchagina murakkab vazifa. Buning uchun Xitoyga kuchli havo mudofaa tizimlari kerak. Mamlakat bu yo'nalishda yetarlicha rivojlanib ulgurmagan. Xitoy ishonishi mumkin bo'lgan yagona yo'nalish Rossiyaga Primorye orqali hujum zarbasi bilan kirib borishdir. Osmon imperiyasining eng qudratli harbiy okruglari Pekin hamda Shinyan hisoblanadi. Shinyan esa Uzoq Sharq bilan chegaradosh. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, Xitoy mana shu yo'nalishda zarba beradigan bo'lsa, ushbu mintaqaning eng yirik shahar hamda portlarini bir urinishda egallaydi. Vladivostok, Ussurisk kabi hududlar shular jumlasidandir. Qo'mondonlar omon qolgan askarlarni Xabarovskka, Amurning o'ng sohiliga olib ketishga majbur bo'ladilar. Shu orqali atrofdagi xavf-xatardan va qo'shinning tormor keltirilishidan himoyalanishadi. Ammo Xitoy Primoryeni qo'lga olishning o'zi bilan cheklanmaydi. Lekin mana shu hududning o'zi bilanoq katta geosiyosiy ustunlikka erishadi. Birinchidan, Tinch okeani floti Janubiy Primoryedagi bazalarni yo'qotgan taqdirda ham qudratli harbiy birlashma sifatida yo'q bo'lib ketmaydi. Qurbonliklar berib bo'lsa-da, harbiy qismlarni Saxalin hamda Kamchatkaga joylashtiradi. Mana shu yerdan turib dengiz hududida harbiy operatsiyalarni amalga oshiradi. Aviatsiya bilan birgalikda esa Rossiya qo'shinlarining jangovarlik qobiliyatini oshiradi. Bu esa o'z navbatida Pekinga shartli g'alabalardan lazzatlanish uchun imkoniyat qoldirmaydi. Ikkinchidan, Rossiya chegaralarida joylashgan va harbiy qo'shin jamlangan hududlarning Xitoy tomonidan qo'lga olinishi ular kutganidek afzallik bilan emas, balki jiddiy kamchilikka aylanadi. Bu o'rinda Rossiya ham javob zarbasi qaytarishiga hech qanday shubha yo'q. Rossiya zarbani qaytarish uchun strategik bombardimonchilar va gipertovushli raketalardan foydalanadi. Aynan mana shuning hisobiga Xitoy armiyasining kattagina qismi tormor keltiriladi. Bir so'z bilan aytganda, Pekin Primoryening bir o'zini qo'lga olish bilan hech narsaga erisha olmaydi. Shu sababdan ushbu variantni ehtimollar ro'yxatidan chiqarib tashlaymiz va hujum qilishning boshqacharoq yo'nalishini tasavvur qilib ko'ramiz. Bu yerda Amur daryosidan tashqari yana ikkita variant qoladi. Ularning biri Mo'g'uliston, ikkinchisi Qozog'iston orqali hujum qilishdir. Ikkinchi variantda mamlakatga Rossiyaning g'arbiy qismidan kirib kelishadi. Xitoy Qozog'istonni ham, Mo'g'ulistonni ham hech bir muammosiz bosib olishi mumkin. Ammo bunday hujumni amalga oshirishga botina olmaydi.
Sababi bu holatda ham Amur daryosi bilan bo'lganidek hujum kutilmagan va shiddatli bo'lmaydi. Urush vaqtida esa kutilmagan vaqtda hujum qilish raqibni yengish uchun juda katta ustunlik beradi. Ammo asosiy muammo bu ham emas. Boshqa mamlakat hududiga kirgan Xitoy qo'shini Rossiyaning yadroviy zarba berishi uchun tayyor o'ljaga aylanadi. Yadroviy qurolni bevosita raqib mamlakat hududiga yo'llash Pekinning ham, Moskvaning ham qo'lidan kelmaydi. Boisi bu holatda javob zarbasi ko'p kuttirmaydi. Bu esa ikki mamlakatning ham butunlay yo'q bo'lib ketishiga olib keladi. Raqib mamlakat qo'shini olib kirilgan 3-mamlakat hududiga zarba berish esa ushbu zarbani yo'llagan mamlakat hududiga javob zarbasi qaytmasligiga umid beradi. Rossiya Federatsiyasi va Xitoy o'rtasida jang boshlangan holatda Xitoy armiyasi to'g'ridan-to'g'ri to'qnashuv sodir bo'lmasidan avval ham frontning g'arbiy qismida juda katta qurbonliklar beradi. Shu sababli Xitoy uchun Amur hududidan sharqdan kirib kelish anchagina oson va foydali bo'ladi. Bu borada Xitoy armiyasi katta qiyinchiliklarga to'qnash kelmaydi. Keling, endi faraz qilib ko'ramiz. Pekin Rossiya razvedkasini aldashni ham uddaladi. Hujum qilish uchun kattagina kuchni Rossiya hududiga joylashtira oldi. Bunday holatda Xitoy armiyasi hujum qilish uchun o'ta noqulay sharoitga to'qnashadi. Amurdan bir necha 100 kilometr narida Xitoy qo'shinlarini tayga, tog'lar, kuchli to'lqinlar bilan to'lib toshgan daryolar, abadiy muzliklar kutadi. Keyin esa ushbu ro'yxatga tundra hamda o'rmon tundralari ham qo'shiladi. Bu yerlar qish vaqtida qalin qor bilan qoplangan bo'ladi. Yozda esa botqoqlikka aylanib ketadi. Bunday sharoitda hujum rejasini tayyorlash hududni yaxshi bilgan Rossiya qo'shinlarining ham qo'lidan kelmaydi. Har qanday holatda ham hujum muvaffaqiyatli bo'lishi uchun uni tezkorlik bilan amalga oshirish kerak. Bunga imkon beradigan yagona yo'nalish Yoqutiston hisoblanadi. Xitoy uchun yagona yo'nalishda jiddiy aviatsiya ustunligi bo'lmasa, hujum qilish qanchalar qiyin bo'lishini tushuntirib o'tirish shart emas. Rossiya aviatsiyasi dushman tomonni ular o'z yo'llaridagi birinchi aholi punktiga yetib borguniga qadar yo'q qilib tashlaydi. Buni xitoyliklar ham juda yaxshi tushunadilar. Rossiyaga Pekin tomonidan berilishi mumkin bo'lgan eng kuchli zarba Transsibir magistralidagi harakatning to'xtatib qo'yilishi hisoblanadi. Bu borada xitoyliklar bir nechta keng ko'lamli diversiyalarni amalga oshirishlari, Sibirdagi temir yo'l aloqasini uzib qo'yishlari, uzoq sharqni Rossiyadan uzishlari ham mumkin. Ammo bu ham Osmon imperiyasiga g'alaba uchun kerakli bo'lgan ustunlikni bera olmaydi. Mana shu vaziyatda chap tomonga ishlovchi transport yo'nalishi ishga tushadi. Bu mamlakat shimolidagi dengiz yo'li va aerodromlar zanjiridir. Ular tezkor yuklar va harbiy qismlarni havo orqali yetkazishadi, qurol-yarog'lar, dori vositalari va shu kabi buyumlarni tashib berishadi. Dengiz orqali esa tezkorlik bilan yetkazish shart bo'lmagan mahsulotlar, o'q-dorilar, yirik harbiy qismlar olib o'tiladi. Shu sababli ham Xitoy Rossiyani osonlik bilan taslim qila olmasligini, uzoq sharqni osonlikcha qo'lga kirita olmasligini yaxshi tushunadi. Buning uchun eng kamida Yoqutistonni qo'lga olish, mana shu yerda shimoliy havo yo'nalishlari harakatini ta'minlab beruvchi nazorat bazasini tashkil qilish kerak. Ana shunday holatlardagina Xitoy armiyasida Kolin trassasi ko'plab Magadan tomonga harakatlanish imkoniyatini paydo qiladi. Bu yerdan esa Shimoliy Muz okeani qirg'oqlariga chiqish mumkin. Xitoy armiyasi eng avvalo yo'l masalasini hal qilib olishi shart. Ana shundagina hujum qilish imkoniyatlarini ko'rib chiqaveradi. Biz bu kabi to'qnashuvda Xitoy yoki Rossiya mutlaq g'alaba qilishini ishonch bilan ayta olmaymiz. Yaqin Sharq urushida kim g'olib bo'lishini avvaldan taxmin qilish mushkul. Ammo shuni ishonch bilan ayta olamizki, ushbu mojaro bir necha oylar emas, bir necha yillarga cho'ziladi. Xitoy juda katta qurbonliklar beradi. U askarlarni qurbon qilish evaziga Yoqutistonni qo'lga olsa, ishlar uning foydasiga yurishni boshlaydi. O'z pozitsiyasini mustahkamlab olgan Xitoy qo'shini Magadan, Xabarovsk, Blagoveshchensk, Vladivostok, Vanino va Saxalinni ham qo'lga kiritadi. Shu o'rinda Rossiyaning ham jim turmasligi, u ham Xitoy hududiga zarba berishini unutmaslik lozim. Bir so'z bilan aytganda, Xitoy katta kuch bilan harakat qilgan holatda ham Rossiyani osonlik bilan zabt qila olmaydi. Rossiya esa Xitoy hujumlari natijasida iqtisodiyotni ham, tinch aholi vakillarini ham yo'qotishi mumkin. Bunisi esa butunlay boshqa hikoya.